Keyin kranimizni yig'ish ustanovkasini o'rgatdim. Endi yig'ishga birinchi kichkinadan boshlaymiz. Ayoqlarni chiqarishdan ustanovkani boshladik, yig'ishdan xuddi videoni qana orqaga qaytaramiz, oxirdan boshlaymiz. Bu pastga bosamiz, kichkinani ko'taramiz. Kichkina ko'tarildi, borib ko'ramiz. Qo'yish. Keyin ana 4 tani birdaniga tushiramiz. 4 tani birdaniga tushiramiz. Sekin silindrlar ichkariga kiradi. Sekin kiradi ichkariga silindrlar. Ana endi bitta kiritamiz oyoqlarni. Hammasini xalosda yo'qlab oyoqlarni bitta kiritish kerak. Sababi gidravlikani kuchi yetmay qoladi. Mana ichkariga kirdi, buni tushiramiz. Oxirida kirmagan ekan silindri. Silindrani hammasini kiritib olgandan keyin hammasi kirdi. Keyin tepaga ko'taramiz yana. Ichkariga tortamiz. Tepaga ko'taramiz. Oxirigacha kirgandan keyin tortdik. Ana ko'rishimiz mumkin. Kichkina ham tepaga ko'tarilgan, bosilgan videoni boshida ustanovka qiladigan payt. Xo'sh, ana bu yer bular ham silindr kirgan ekan. Ikkitasi chala qolgan ekan, bittasi. Silindrni ko'taramiz. Buni kiritib olamiz o'dir. Mana birinchisi qara tepaga ko'tariladi, keyin qizil glavni ham tepaga ko'tariladi. Buni dakasa kiritib olganimizdan keyin ana silindr kirmabdi, silindrni kiritamiz. Silindr kirgandan keyin ana bu xalastoy bo'lib tepaga ko'taramiz. Glavni ham tepaga ko'taramiz, uzun richagni. Hamma kranlar shu richagi bir xil. Xuddi ana shunday. Qanday bo'lsa, qolgan kranlarning ham xuddi shunday bo'ladi. Hammasi bir xil bo'ladi. Mana oyoqni kiritib oldik. Hech qachon bu yerdan turib u tarafdagi oyoqlarni kiritmanglar. Chunki outriggerning ustiga, oyoqning ustiga biror nima ishchilar qo'ygan bo'lishi mumkin. Qo'ygan bo'lsa, ana bu shlangni bunda molotokni temirni qo'ygan bo'lsa, ko'rsataman. Keladi-yu, ana bu o'rtaga oraliqqa qisilib qoladi, shlang keyin yirtiladi, uziladi shlang. Ana bu shlanglar sinib uzilsa, kran buziladi ham. Buni taqilash kerak. Bu ham bitta problema keyin. Bu ham dollarga keladi. Shuning uchun har bitta tarafga o'tib, bittadan ko'rib kiritgan yaxshi. Xo'sh. Mana shunaqa kiritganimizdan keyin обязательно zanjirlarni o'tqiriladi. Kichkinaniki ham, kattaniki ham o'tqiriladi. Paddonlarni olib tepaga tashlanadi. Paddonsiz ishlash mumkin emas.